qamal qilgan ayolga o'xshaysiz. Yevropalardan ham o'tib ketamiz. Yashang. Shuncha yildan ilohim tanjoli sog' bo'lsin. Hamma xalqimiz baxtiga sog' bo'ling. Umringiz uzun bo'lsin. 100 asrlar ko'ring. Sizni diyoringizni doim tezroqda ko'raman. 95 ga kirgan onam duo qiladilar. Ilohim sog' bo'ling. Mana shunday katta obodonchilik ishlarini, katta bunyodkorlik ishlarini kim qildi deb mendan so'rasam, shu xalqimiz qildi, sizlar qildingiz. Ta'zim qilamiz. Rahmat. Menga shunday hurmat ko'rsatib, menga shunday aytaylik katta e'tirom ko'rsatib, mana shu yerda to'planib turganingiz men uchun juda katta baxt. 5-6 boqqa borganda ularniki xunchalagan yo'q-ku, Jo'raxon akamga ochilib yotibdi. Mana bir yil endi Navro'z bayramlarimizda Xudo xolasa gullab olsam bo'ldi aka. Hosilimni bir ko'rsataman. Askiya san'ati yuqoriga chiqib ketdi. Sizga biz askiyachilar, san'atkorlar nomidan katta rahmat aytamiz. Kechirasiz, askiya aytayotganda bir to'da u yerda turadi, ikkinchisi. Shuning uchun men ikkinchi to'dani nimasi vakili xursandman. Nimaga? Bu davlatga ham topshirar ekansiz, ha? Albatta. Fermer bo'lganingizdan keyin xalqimizga xizmat qilishimiz kerak. Eski uyga borib bir qaymoqxo'rlik qilib keling dedingizda? Albatta. Borsang, uyingizdan 2 ta mashina chiqib ketyapti ekan. Rahmat. Keyin Hasanboyni kirgizdim, kelib so'raychi, sutdan qolgan bo'lsa berarmi dedi. Bu kishi aytdilarki, men 80 yoshini o'tdim, balkim hamma ham shu yoshda aytaylik bir ko'rinmasin, ezma deb. Men ham shu bu kishiga hozir gaplariga quloq solib aytayapmanki, men ham 80 yoshga yetsam, mana shunday ezma bo'lsam, men Menga nima gapirasiz? Siz salomatlik tilayman sizga. Har zamonda shunaqa ikki og'iz shirin gapirib qo'ysangiz, bizga shirin gap kerak. Tanqid qilmang bizni. Arablar o'tirib oladi. Shunaqami? Bu yozuvchilarning tabiatimi shunday? Shumi? Maqtash kerak. Ha? Arzimasa ham maqtash kerak. Endi arziydiganni maqtash. Sog' bo'ling. Rahmat sizga. Bugun Ozod Sharafuddinov qahramon sifatida mana shu yerda o'tirganlari, bu kishini nafaqat iste'dodli, talantli, ijodkor, agarki ruxsat bersangiz, men o'zimning shaxsiy fikrimni aytaman. O'ylaymanki, salom qo'shilasizlar. Bu kishi butun iymon va eng baquvvat irodali bir inson tariqasida bugun qahramon bo'lib mana shu yerda o'tirganlarni men yana bir bor qutlab aytmoqchimanki, mana shunday insonlar ko'proq qahramon bo'lsa, men bu kishiga uzoq umr tilayman va hammangizni o'rningizdan turib bu kishini qutlashga da'vat qilaman. birgalashib birga gurung qilaylik. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Men bugun nihoyatda birinchi mana kunimiz shunday bir yaxshi o'tyaptiki, daje men tiza to'lqinlanib ketdim, kechirasizlar. Men daje to'lqinlanib ketdim. Rahmat. Salomat bo'linglar. Qisqasi men aytgan mana qancha yaxshi shirin gaplar bo'ldi, ularni men so'zlarini men albatta quvvatlayman. Eng qisqasi shuki, Islom Abdug'aniyevich
Bizning xalqimiz uchun hamma vaqt sog' salomat bo'ling. Yomon narsalardan Xudo o'zi sizni asrasin. Dunyo turguncha turingu, Allohimiz sizni yomon ko'zidan saqlasin. Rahmat, salomat bo'ling. Barchaga rahmat. Hurmatli Islom aka, bu zalga hamma taqdirlanganlar, mukofot olganlar, unvon olganlar keldi. Siz hech narsa olmadingiz. Sizga biz hammamiz shu yerda turib o'z mehrimizni sovg'a qildik sizga. Said Ahmad aka prezident bo'lsa agar qanaqa bo'lar ekan? Albatta hayotning o'zini qiyinchiliklari hammamiz uchun qandaydir o'zimizga xos qandaydir savollarni tug'diradi, muammolarni tug'diradi. Lekin shu sinovlardan kim sog' omon bo'lib yengib chiqadi? Kim o'zini sog'lig'ini saqlaydi? Kim o'zini tozaligini saqlaydi, sofligini saqlaydi? Kerak